Iymon deb turib nimani aytadi? Iymon deb turib azoblarni ko'rgandan keyingi ishonish tatini iymon demaydi. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi damat barakatuhum shunaqa bir katta o'tirishda o'tirganda cho'ntaklaridan bir qalamni chiqarib turib tepaga ko'tarib, qo'limda qalam bor ekanligiga hammalaringning iymonlaring bormi deb so'radi. O'tirganlar hamma iymonimiz bor, qo'lingizda qalam borligiga deb. O'sha aytgan ekanlar, meni bergan savolimga sizlarning javoblaring muvofiq bo'lmadi dedi. Men so'rayotgan narsa umuman boshqa, sizlar javob berayotgan narsa umuman boshqa. Men sizlarga aytayapman, qo'limda qalamni ko'tarib ko'rsatib so'rayapman. Qo'limda qalam borligiga iymonlaring bormi desam, sizlar iymon bor deyapsizlar. Buni otini iymon demaydi. Buni otini mushohada deydi. Ko'z bilan ko'rib turib ishonishni otini iymon demaydi. Buni otini ko'z bilan ko'rib ishonish, ya'ni mushohada deydi. Agar men aytsamki, cho'ntagimda qalam bor, hammalaringning iymonlaring bormi desam, sizlar aytsalaringki, ha shu odam salla o'rab olib, tepada minbarda o'tirib yolg'on gapirmasa kerak, iymonimiz bor desalaring, shuni otini iymon deydi. Ko'rgandan keyingi ishonishni otini iymon demaydi. Ko'rgandan hamma ham ishonaveradi. Xudo taborak va taolo aytadiki, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana" deydi. Azobimni ko'rgandan keyingi iymonni men iymon demayman dedi Xudo taolo. Azobimni ko'rgandan keyingi keltirgan iymonlari ularga foyda qilmaydi dedi Xudo taolo. Bizga qachon iymon foyda qiladi? Shu qarashda orqasida gunoh bor ekan, qarashda Xudo taolo ibodatni lazzatini olib qo'yar ekan, bu zino bilan barobar ekan degan xabarni eshitishdi o'zi bilan tan berib yurishni otini iymon deydi. O'lgandan keyin inson rosa taqvodor bo'lib ketadi. O'lgandan keyin dunyoni birinchi nomerli malikasini oldiga olib kelib qo'ysangiz o'laydi, qaramaydi ham, qo'lini ham tekkizmaydi. Hech kim uni, "Ha, rosa taqvodor o'layotganda maqtamaydi hech kim uni." Iymon, masalan, dunyoda turgan vaqtingizda gunoh qilishga imkon bor. Yoshingiz ham joyida, obro' bor, qayerga boraman, Farg'onaga boraman deysizmi, yaxshi qiz bor ekan deb Toshkentga boraman, hamma joyga imkon bo'lib turganda, Xudo taolo oldiga borganda nima deyman ertaga? Hamma xalqqa sharmanda bo'laman-ku deb turib to'xtatsagina, uni Xudo taolo muttaqi deydi. Farishtani hech kim taqvodor demaydi. Farishtani taqvodor deb bo'lmaydi. Farishta Xudo taoloning eng buyuk bandalari. Lekin ularda gunoh qilishga imkon yo'q ularda. Ular turgan bitgani begunoh bo'lganligi uchun ularni taqvodor deb maqtab bo'lmaydi. Gunoh qilishga imkon bo'la turib, muhit bo'la turib, vaziyat, tanholik hammasi bo'la turib, o'zini gunohdan to'xtatsa, Xudo taolo uni taqvodor deb maqtaydi. Taqvodorga Xudo taborak va taolo ulayka ala hudan mir robbihim va ulayka humul muflihun. Hidoyatda o'shalar, najot topganlar ham, g'alaba ham o'shalarning qo'lida deb Xudo taborak va taolo marhamat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.